Ko'pchilikning uyida remontdan keyin oynalari ham bunaqa nakleykaga o'xshab g'alati ahvolga keladi. Ham qarang. Ketmaydi mana qirsanglar ham lezvada qiryapman. Ketmaydi. Endi xuddi shu narsani ko'rib olinglar. Zo'r narsa ishlatamiz, keyin rezultatini ko'rib olasizlar. Hozir endi 5 minutdan keyin rezultatini sizlar bilan ko'ramiz. Endi rezultatini ko'ramiz. 5 minut o'tdi. Qochay orqadan Mana ko'ryapsizlar, mumkin mana qarang. Prosta mana. Mana. Prosta mana. Lattanglar bo'lsa, lattada ham mana. Effektini ko'ryapsizlar, bu yoq taraf bilan bu yoq taraf oddiyga ketmaydi mana. Ko'pchilik o'ylaydi, oddiy lezvada qilsa ketmaydi bu narsa. Kimiyamizni ishlatdi. Endi nima ximiya ishlatganimizni kommentariyada yozib turinglar, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Okeylar, nima ximiya deb o'ylovdinglar buni? Bu top продажада sotilayotgan Carville Racing brendimizni удалитель тонировочный plyonkamizda bo'ladi. Bemalol buni internetlardan, uzun marketdan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlovchilar pastda nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq urasizlar. Carville, ishonch.